Leksimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaşım. Endi bu mavzuga dikkat kılın. John Kerry, O'rta Asiyadagi 5 davlat tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishdi. Jungo boshlamchi bo'lib 4 davlat funksiyasini qurib chiqdi. Mavzuda xabar 8-oyning 3-kuni Dovyutor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi John Kerry dal O'rta Osiyo 5 davlat tashqi ishlar ministrlari bilan 5-1 qo'shilgan 6 davlat funksiyasi ichida eng yangi suhbat boshlagan bir paytda Afg'oniston, Jungo, Pokiston, Tojikiston 4 davlatning tunji qatimliq terroristlarga qarshi turish hamkorligini moslashtirish funksiyasi yuqori darajaliklar yig'ini 8-oyning 3-kuni tushdan keyin Urumchi shahrida o'tkazildi. Dikkat vatandaşım, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi John Kerry Washingtonda O'rta Osiyodagi 5 davlatning tashqi ishlar ministrlarini chaqirib kelib jam bo'ldi. 8-oyning 3-kuni 8-oyning yana bir 3-kuni ishqilib bu 8-oyning 3-kuni esa bir kun bu yerda 2 kun deyli. 8-oyning yana bir 3-kuni Jungo hukumati Pokiston, Afg'oniston, Tojikiston qatorliq davlatlarni yig'ib kelib Sharq Turkiston, Uyg'uristonning poytaxti Urumchida 4 davlatning harbiy ishlar yig'inini chaqirdi. Selektirib ko'ringchi, do'stim, sentezlab ko'ringchi. Bu vaqa, bu vaziyat zada qandaq vaziyat ko'rib ko'ringchi vatandoshim, o'ylab ko'ringchi. Afg'oniston davlat armiyasining boshlig'i Hoshim, Jungoning harbiy vakili Fang Fenghui, Pokiston quruqliq armiyasi boshlig'i Lashir, Tojikiston davlat mudofaa qurolli qismlar boshlig'i Sokarda qatorliqlar bu qatimqi yig'inga qatnashdi. Urumchidagi yig'inga qatnashdi. Har qaysi taraflar 4 davlat harbiylarining terrorizmga qarshi hamkorligini tartibga solish funksiyasini qisqartganda, funksiyani qisqartib aytganda 4 davlat funksiyasi qurishni qaror qildi. Jungo qatnashgan 4 davlat Urumchida 4 davlat funksiyasi qurishni qaror qildi. 4 taraf bu funksiya qurilishining har qanday bir davlat va xalqaro tashkilotga qartilmaydiganligini jakardi. Bu funksiya Jungo va atrofdagi davlatlar bilan birlashib qurib chiqqan 4 davlat rahbarlari o'rtasidagi ko'p taraflik bexatarlik hamkorlik funksiyasi. Shundaqli Jungo o'zi qatnashgan va Jungo qurishni tashabbus qilgan 4 davlat ko'p taraflik bexatarlik hamkorlik funksiyasi edi. 4 davlat funksiyasining G'arb bilan dialoglashish o'xshamaydigan bir tarafi G'arb bilan dialoglashish Afg'onistonning tinchlik suhbatini ilgari surish funksiyasidir. Buning ichida Amerika bor. Avvalgi 4 davlat funksiyasi bo'lsa, dastlabda Afg'onistonning vaziyatini muqimlashtirishni birinchi vazifa qiladi. Lekin 4 davlat funksiyasini 4 davlat armiyalari terroristlik harakatlarini dabr qilgan holda hamkorlashib, butkul rayonning muqimligi va tinchligini asosli nishon qildi. 4 davlat funksiyasi butun rayon, O'rta Osiyo rayonining tinchligi va muqimligini asos qildi. 4 davlatning ichida Tojikiston mustaqil davlatlar birlashmasining a'zosi. Rossiya bilan munosabati zich. 4 davlat ichida Afg'onistonda bir necha ming Amerika armiyasi saqlab turibdi. 4 davlat funksiyasi avval yig'in ochgan Urumchi hargiz bejon emas. 4 davlat funksiyasining rahbarlari yig'in ochgan Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonining poytaxti Urumchi. Sharq Turkiston davlatining poytaxti Urumchi.
Uyg'uriston Cumhuriyetining 51-yili Uyg'urning vatanparvarligi tashabbus qilgan Uyg'uriston Cumhuriyeti qurishdan iborat Uyg'uriston Cumhuriyetining poytaxti. Bugun Urumchida Xitoyning tashabbusi va Xitoyning qo'llashi va Xitoyning oldiga chiqishi bilan O'rta Osiyoga ta'alluq bo'lsin bir Tojikiston bor, qolgan Afg'oniston va Pokiston deganlarning Urumchida yig'in etishi nimadan derak berdi, hurmatli vatandoshim? 8-oyning 3-kuni, ya'ni o'xshash bir kunda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi John Kerry Washingtonda bir qatimdilar O'rta Osiyodagi 5 davlatning diplomatiya ministrlari bilan yig'in ochdi. 8-oyning 3-kuni shu bir kunda Urumchida Xitoy yig'in ochdi. O'rta Osiyoga ta'alluq munosabatlik John Kerry davlat ishlar kotibi John Kerry Washingtonda yig'in ochdi. O'rta Osiyoga munosabatli. Xo'sh, Uyg'uristonni qayoqqa qo'yamiz? Qarshi olamiz, hurmatli Amerika, sening O'rta Osiyo kelishingni qarshi olamiz. Biz Uyg'urlar va Uyg'uriston Sharq Turkiston deyiladigan bu vatan O'rta Osiyoning bir qismidir. O'rta Osiyodagi 5 davlat ko'ngil bo'lgan qudratli davlat Amerika Qo'shma Shtatlari vaqt keldi. Sharq Turkistonning masalasini bir taraf qiladigan vaqt keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Sharq Turkiston masalasi ko'ngil biladigan, Uyg'uriston masalasi ko'ngil biladigan vaqt keldi. Balki men o'ylaymanki, mushqitim Washingtonda Urumchida ochilgan ishki yig'in balki tegi-takdirdan aytganda Uyg'uriston Sharq Turkiston masalasi hal qilishning tunji qadamidir. Balki shu yo'lga tashlangan tunji qadamdir.